Bu xatoga yo'l qo'yib, pomidoringizga zarar yetkazmang. Assalomu alaykum, Kamol Vet Farm obunachilari, Kamol Vet Farm kuzatuvchilari, hurmatli dehqon akalar, chorvador akalar. Mana hozir biz pomidor ekilgan maydonga keldik. Bu yerda bittagina ko'zga ko'rinmas bir xatolik orqali mana bu yerda 30 sotik pomidorga zarar yetkazilgan. Hozir buni sizlarga ko'rsatamiz. Bu pomidorni yetishtirayotgan dehqon akamiz klinikamizga borib, pomidorni qurituv uchun Avon va rivojlantirishi uchun Rival degan doridan xarid qilib olingan va bu yerda mana ko'rishlaringiz mumkin, dorini peredozirovka bo'lganligi sababli, ya'ni Avon dorisini peredozirovka qilib qo'yilganligi sababli pomidorda ajok, ya'ni kuyish holati kuzatilgan. Biz kelib buni kuzatganimizda haqiqatda biz ham gumonda bo'ldikki, bu sepilayotgan apparatda bundan avvalgi sepilish boshqa maydonlarga gerbisid ishlatilganmi deb turib. Yo'q, lekin bu dala maydonni kuzatsak, ayrim joyida mana bunday ajok holati, ayrim joylari yam-yashil holatda turibdi pomidorlar. Endi hozir bu pomidorlarni mana shunday stress holatidan chiqarish uchun biz dehqon akamizga o'zimizning maslahatlarimizni, ya'ni ustozlarimiz bilan birgalikda maslahatlarni berib o'tdik. Ya'ni birinchi o'rinda buni stressdan chiqazadigan eng kuchli stimulyatorlar bor. Ya'ni Biodukos, Izabion, Silakremni degan stressdan chiqazib beruvchi va palakni rivojlantiruvchi immunostimulyator dorilar bor. Ana shulardan aytdik va maslahatni berdik. Inshaalloh 3 kun va 4 kundan keyin mana shu holatda qanaqa o'zgarish bo'lganligini, ya'ni dorimiz sepilgandan keyin, aynan biz maslahat bergan dorilar sepilgandan keyin qanday o'zgarish, mana shunday holatdan qanday o'zgarish bo'lganliklarini Xudo xohlasa sizlarga ham ko'rsatib o'tamiz. Kuzatib turasizlar, like bosib qo'llab tursalaringiz mana shunday og'rig'i bor dehqon akalarni borib aynan dala maydonida og'rig'iga yechim beramiz. Kuzatishda davom etinglar. Biz agro va vet yo'nalishidagi eng yaxshi videolarni birin-ketin joylab boramiz. Rahmat.